Assalomu alaykum. Bugun mana Farg'ona viloyatining Rishton tumani Yayilma qishlog'ida biz Rossiyaning Irkutskiy shahridan Mohiraxon opamiz nomidan dadajonlariga, onajonlariga chiroyli sovg'alarimiz bor edi. Birgalikda chiroyli tashlab chiqamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Bilmam savob qanchadir, bilmam qancha xatom bor. Duo qilib o'tirgan panohkorim otam bor. Bilmam savob qanchadir, Assalomu alaykum. qancha xatom bor. Assalomu alaykum qordada, yaxshimisizlar? Shu musofirda yurgan Mohiraxon qizingiz va o'g'illarning nomidan sovg'alarimiz bor edi. Oz bo'lsa ham tabriklab qo'yamiz. Shu ro'za Ramazon oylarida boray bo'lsa, hojalar buni sizga, qordada buni sizga, bu gullarimiz ham sizga umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi kunlarga ishlatinglar. Bitta ochib ko'rib olasizlar endi, bitta o'tiringlar. Keyin, mama qiz qo'shib turing endi qani. Qani, umrlaring uzoq bo'lsin. Bitta chiroyli qilib ochib bir ko'rib olasizlar, xudo xolasa. Ilohim baxtlaringga shu farzandlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. 100 yoshlarga kiringlar. Hojilariga borish nasib qilsin inshaalloh. Shu musofirda yurgan qizlaringning baxtiga sog' bo'lib, hamisha umrlaring uzoq bo'lib yurish nasib qilsin. Hojani ochib ko'rib olasiz. Tepasini, tepasini oching. Tak men sizga yordam beraman. Ana hojani Qur'onlarda o'qib yuring, umringiz uzoq bo'lsin. Ana tepaga qo'shib turamiz. Ana qordada umrlaring uzoq bo'lsin. Qordada bitta chiroyli qilib shu qizingiz duo qilib berasiz endi. Amin. Amin. Alloh qordada o'zingizni ham chiroyli qilib. Nima deydi? Gapiravering. Tilaklaringiz, sizdagi nimani bo'lsa gapiravering. Qizimga duo. Qizingiz, qani? Ikkalasi qo'sha qolsin. Baxtli bo'lsin. Alloh akbar. Umrlaring uzoq bo'lsin.